negativni ko'rmasdan, his etmasdan saqlash vazirini Prezident nomenklatura qamab hokimga prezident xat yozasizlar. Kim shuni qilsa, jinoiy javobgarlikka o'sha qilgan tashkilot biznesmenini prokuror bilan birgalikda qabul qilib, ularga shart qo'yardi. Ta'minlangan oilalarga uy berdik deya prezidentni Andijonga tashrifi oldidan 5-6 nafar oilani yangi uylarga ko'chirib olib kirgan. Yashagan qo'rqib qo'yardi. Endi tasavvur qiling. Chiroyli yashash uchun barcha shart-sharoitlar muhayyo bo'lgan. Poytaxtga kelguniga kabi osmonga qarab yurishmas edi. Majlislar qo'rqitib ularning mablag'i Mirziyoyevning to'liq himoyasida bo'lgan hokimlar bugun istagan qonunbuzarliklarni qilishyapti. Hech kim hech narsa qila olmadi. Hattoki bosh prokuraturaning aralashuvi ham viloyat hokimini so'ndi. Prezident hech kim tushunmaydigan bir o'yin qilayotgandek go'yoki. Bir qarasang undan boshqarishmoqda. Jizzax viloyatining fermerlari, tadbirkorlari usta olmasligi bilan sizlarga yoqmaydi, prezidentni vakolatiga kirayotgan hammamiz istab Farg'ona viloyatidagi eng dong'i chiqqan va xalq hurmatidagi tadbirkor Solijon Mirzajonov o'zini islohotchi deb atashlarni sevadigan prezident Shavkat Mirziyoyev davrida sindirildi. Tadbirkorni xonavayron qilish harakatini boshida turgan Farg'ona viloyatining hokimi Shuhrat G'aniyevning ko'ksiga